Rana 2. bölüm 11. kısım. Rana kiyimlerini tüzeştirip kiyip sırtqı mangdi. Qadamlari shunchalik asti edi. Bu qaytim u oldingi qaytimlardagi xizmat tepish tajribalariga asosan yo'l bo'ylaridagi tomlarga, stolblarga astoydillik bilan qarab mangdi. Ajr singdirgan odamning ajri hamon yerda qolmaydi. Rana chaplangan odam qabul qilish e'lonlariga birdan qarab chiqib, kiyim tikish korxonasiga odam oladigan bir e'longa ko'zi tushib qoldi. Kiyim tikish korxonamizga kiyim-kechak tikishdan xabari bor kishilardan 5 nafar qabul qilinadi. Yosh cheklimasi yo'q. Muashi tikkan kiyimning oz ko'pligiga va subtiga qarab belgilanadi. İşləyüsü barlar Solyav zavodi yanidagi kiyim tikish korxonasiga kelib, munosabatli ishlarni so'rashtiqsangiz bo'ladi. Rana bu odam qabul qilish e'lonini ko'rib, bu e'lon xuddi o'zi uchun yozilgandek his qildi. Yanıla yaxshi ko'radigan ishni qilib yashash ko'ngillik tuyuladi. Kash kirishga texi baldur edi. Shuning bilan Rana kiyim tikish korxonasiga berib beqishni loyiq tepib, kiyim tikish korxonasiga qarab yo'l oldi. U texi bu yerga ancha tonish bo'lmag'achqa, bu kiyim tikish korxonasini uchirgan bir necha kishidan so'rab, surishtirib yurib, aran topdi. Rana bu kiyim tikish korxonasiga kirib kelganida 3-4 odam kiyim tikish mashinasining oldida o'ltirib tikish qilyotdi. Bu xeyli cho'ng zal bo'lib, zalga qator qilib 10 necha kiyim tikish, kiyim cho'rlash mashinalari. Yan tarafda yana uzun quyilgan shiralarning ustida dazmonlarmi ratlik quyilgan edi. Rana zalning ichiga kiribmi necha minutgacha hech kim uning kirganini sezmadi. Hammaylar o'z ishi bilan aldirash edi. Rana bularga zo'xlanib qaradi. O'zi yaxshi ko'radigan ish bo'lg'ashqimikin, Rana bu muhitni, bundaq aldirashchilikni yaxshi ko'radi. Rana kimdan nima deb so'rashni bilamay 5 minutgacha bularga qarab turgandan keyin o'ttir bo'y, bug'doy o'ng, ratlik kiyingan 20 yoshlardan oshgan bir yigit Rananing oldiga keldi. Kiyim tiktirgili kelganmidingiz? So'radi bu yigit Ranaga yaqin kelib. U to'xtamasdilla yana dedi. Biz bu yerda zavodlarning zakaz kiyimlarini tikamiz. Korxonadan chiqib solga qayrilib, oldingizga 100 metrcha mangsangiz, shu yerda 2-3 kiyim tikish do'konlari bor. Xapomisangiz shu yerda tiktirasiz. Yo'q, men ishtigili kelgan, kiyim tiktirgil emas. Kechiring. Biz bu yerga shogird qabul qilmaymiz. Men shogirdlik kelmadim, dedi Rana aldirab. Amsa siz kiyim tikishni bilamsiz. Nimalarni tikalaysiz? Dedi bu yigit sal turib qelib. Sizlarning bu yerda qanday kiyimlarni tiksizlar? So'radi Rana javob bermasdan so'rab. Bizning bu korxonada qanday zakaz alsak, shu zakazning talabiga asosan kiyim tikamiz. Dedi bu yigit Rananing beshidan oyoqigacha bir qo'r qarab etib. Kiyim tikishni to'liq bilmasangiz, eng yaxshisi bu yerda ishlayman demay ketib keling. Rana bu yigitning gaplaridan tergib ketmadi va orqaga o'rilib chiqibmi ketmadi. U udul kiyim tikish mashinasida kiyim tikayotgan bireylarning yeniga kelib, uning tikayotgan kiyimiga bir oz qarab turdi. Mardon haydavasimi ketmasdan udul kiyim tikish mashinasining yeniga mangan qizning keynidan hayron bo'lganicha qarab turib qoldi. Bularning tikayotgani ayolcha 2 tugmalik kalta chapan bo'lib, Rana yeniga kelgani yeshi 45 yoshlardan halqagan bir o'ttir bo'y, bug'doy o'ng kelgan ayol edi. Yaxshimisiz? So'rab baqsam, chapanni qaysi o'lcham bo'yicha tikyapsiz? Men loyihani ko'rib baqsam bo'lamdi. Bu chapanlar necha razmerda tikiladi? Har bir razmerning o'lchami-chi? So'radi Rana. Bu ayol Mardonga qaradi. Mardon ixtiyorsiz bu ayol ustamga qarab beshini langishdi. Ammo nima uchun texi tunji qitim ko'rgan, qat'iyli tonimaydigan bu qizning talabiga ma'qul bo'lganini Mardon o'zimi tushuntirib beramaydi. Bo'ladi. Men ko'rib beqim. Bu chapanlar 3 razmada tikiladi. Har bir razmining ayrim o'lchami bor. Hammasi rasmning ostida tafsili yozilgan.
Rana loyihaga bir haza qarab turdi. Mardan bu qiz endi bo'simi keta deb o'ylab turganida Rana ig'iz ochdi. "Menga bu chapanga ketarlik raqtlardan bir kiyimlik beramsiz?" Nim qilmoqchisiz? "Tikiman?" dedi Rana ortiq tushundirmay. Qizchaq, bu sizning uyinga ayringiz emas. Nimishqa gapim tushunmaydigansiz. Mardan Rananing oldiga o'tib, Bir chapan buzilsa, to'ppa hisoblagandimi? Bizga raqtli 50 g'o'lik raq ziyon bo'ladi. "Men avval chapandan birini tikib boqay. Yarisi qilib qolsam bo'lamdi." Rana ortiq gap so'z qilmayla, yenidan 100 yuan pulni chiqarib Mardanning qo'liga tutqizdi. "Yarmisa pul sizning. Ziyniga hisob bo'lsin. Menmi ketib qolay." Siz Mardan nima deyishni bilmay qoldi. Mardan duduqlab, deydigan gapini tepib bo'lguncha Rana yandagi bir bekor kiyim tikish mashinasining oldiga kelib o'ltirdi. Boshqa kiyim tikayotgan ustamlarmi bu tarafdagi varang-churug'ni anglab, hammasi qo'lidagi qilayotgan ishni tashlab, o'yin ko'gili yig'ilib bo'lishdi. Bayiqi Ranaga chapanning loyiha rasmini ko'rsatgan ayol Mardanning yana bir qaytim boshlang'ich bilan chapaniga ketarlik raqtni Rananing yeniga akilib berdi. Rana apchilik bilan bayoqi loyiha rasmini ko'rib olganda esida qolgani bo'yicha chapanni kesish, tikish ishlarini boshladi. Rananing qo'li raqt ustida shunchalik apchilik bilan o'ynayotdi. Bu yerda tikish qilayotgan ustamlarning kiyim tikayotganining oldiga 10-15 yildan oshgan. Eng keynigimi 6-7 yil bo'lgan ko'na tikuvchilar bo'lib, hammasi bu kichikina qizning qanday qiladiganiga qiziqsinib qarab turishayotdi. Mardanmi shuncha ko'rang bu qizning tutqizib qo'ygan 100 yuan pulini tutqunicha Rananing chapanni tikishiga qarab turdi. Mardan bu qizning bu yerda qanchalik turganligini sal turib Rana chapanni tikanmay ketadiganida askartib qo'yishga qulaylik bo'lish uchun Rana ishni boshlaganda qo'lidagi soatiga qarab soatning necha bo'lganligini esida tutib olgan edi. Rana ishni boshlab dal 1 soat 15 minut bo'lganda chapanni asosan putkizib, dazmol selibli kiysi bo'g'adak qilib tayyorlab bo'ldi. Bu tikish suratiga gap ketmaydi. Haqiqatan chaqan edi. Rana beshida 5-6 odamning turvag'inidan tamtirabmi ketmadi. Xuddi bularning turishi o'zi bilan munosabatsizdek. Tamtirmasdan o'zining ishini tartibli tugatdi. Rana chapanni eng cho'ng razmer o'lchami bo'yicha tikkan edi. Bu chapan bayiqi 45 yoshdan oshgan ayol ustamga yaxshi keladi. Rana chapanni tikib putirib bo'lib, dazmol soladigan tarafga mangdi. Qolganlarmi ixtiyorsiz Ranaga agashdi. Rana yanala shu chaqqanligi bilan chapanning ustiga dazmol solish taxtasining ustiga qo'yilgan nepiz raqtni qo'yib dazmol soldi. Ala hazal 5 minutdan keyin Rana chapanni ko'tarib, udul bayiqi 45 yoshdan oshgan ayolning yeniga keldi. "Chapanni kiyib boqamsiz? Men bu chapanni eng cho'ng razmeri o'lcham bo'yicha tikdim. Bu chapan sizga dal keladi." Bu ayol gap so'z qilmasdan chapanni elib kiydi. Chapan Qambarxonga o'lchab tikkandek dalli kelgan edi. Bu chapan Qambarxonga shunchalik yarashdiki, Qambarxon chapanni kiyginicha sog'us kelmay qoldi. Qolganlarmi og'zini ochqanicha turib qolishdi. Chunki bularning hech qaysimi bu kichikina qizning bu chapanni o'zlaridanmi oshirib tikanligiga ishonmay yotadi. "Hay, tugmasini akamab tikansiz. Akagan bo'lsangiz qadavatgan bo'lsam, sanmay kiysangizmi bo'g'daklar bo'lib tikantiq." dedi Rana Qambarxonni bir cho'gilib etib. "Men qilib qolsam bo'lamdi?" so'radi Rana Mardanning yeniga kelib. Mardan texicha sal esini yig'ib bo'lanmagan bo'lib, Rananing gapidan keyin tengirqab qoldi. "Ha, nima?" "Men sizdan qilib qolsam bo'lamdi deb so'rayapman," dedi Rana yana bir qaytim. "Albatta, chapanni bek yaxshi tikibsiz," dedi Mardanning javob berishini kutmayla bayiqi chapan kiygan ayol. "Bu korxona sizningmi?" so'radi Mardan bu ayolning o'zining o'rnida javob berayotganidan sal terkib. Yo'q. Siz xo'jayin. Lekin mushundaq usta bir qizni ep qilmasangiz, bu zakasni vaqtida ulgurtishdan umid kutmang. "Men uni ep qilmayman," dedim-mi? "Ep qilamsiz? Pek yaxshi bo'ldi." "Men bilan ishxonaga keling."
degenicha bu yerdan ketdi Merdan. Rana Merdanning qiydab ketishiga qarab turib qoldi. Onungacha bayıqı chapan kiygan ustam Rana'ning peshini tatib, Rana'ni Merdanning keynidan ishxonaga berishga sharatlab qo'ydi. Rana shundala sal esiga kelib, Merdanning keynidan ketdi. Ular ishxonaga kirib ketgandan keyin Qambarxon qag'allarga dedi. Mengla. Darhol ishimizni boshlaylik. Tez bo'linglar. Elimi 1,5 soat vaqtimiz isrof bo'pti. Merdan ishxonaga kirib, o'rindiqda o'ltirdi. Rana bo'lsa, Merdanning keynidan ishxonaga kirib, Merdanning eg'iz ichib gap qilishni kutib o'ri turadi. Qani dala. Oylig'ingizga qancha pul olasiz? Pusuq qodili so'rdi Merdan sal o'ltirib elib. Ha? Rana bu yigitning gapni bundaq deb boshlashini o'ylab baxmagan bo'g'ashqa, uning gapini anglab, qandoq javob berishni bilamay, sal tengirqab qoldi. Men demakchi, dedi Merdan o'zining to'limdan to'qmoq chiqqandagli gap qilganini his qilib, sal o'ng'aysizlanib. siz qilib qolsangiz bo'ladi. Maoshingizni qandoq to'tasak bo'lar? Ya'ni oyligingiz nech pul olasiz demakchi? Bu yerdagi ustamlarning maoshi qancha pul? Ularga qandoq hisoblab berasizlar? Yana so'rdi Rana Merdanning savoliga javob bermasdan. Muqim maosh 150 yuan. Uningdan boshqa tikkan har bir kiyimga qarta ayrim haq hisoblab beramiz. Dedi Merdanmo ochiq qilib. Masalan, qandoq hisoblanadi? Menga aniqroq tushuntirib bera olamsiz? Ha. Yana bir chapan tiksa 15 yuan. Bir ko'ylak tiksa 10 yuan degandek. To'xtang. Mana bu to'xtamda aniq yozilgan. O'zingiz ko'rib boqamsiz. Dedi Merdan ustal tatmisidan bir necha varaq qog'ozni elib, Ranaga tanglab. Baribir siz ishlashdan qaror qilgandan keyin bu to'xtamni siz bilan tuzamiz. Shunga oldin ko'rsingizmi hech qisi yo'q. Rana hech nima demasdan to'xtam nomini qo'liga elib o'qishga boshladi. Bu to'xtam odam ishlatguchi va ishlovchi xodim har ikki tarafning qonuniy huquq manfaatini asos qilib turib yozilgan to'xtam bo'lib, bu to'xtam imzolanib qolsa, Rana bu yerda to'liq 1 yil ishlaydi. Yana haydilib ketib qolsam qanday qilaman, maoshimni bermasa qanday qilaman deb andish qilishning hojatimi yo'q edi. Rana o'qib kelib, ayol xizmatchilar homildor bo'lib qolsa, o'ziga qolaysiz bo'lib qolgan vaqtda dam olishni talab qilsa bo'ladi. Tug'utidan turgandan keyin qolaylik bo'lsa, to'xtam yana davomlashadi. Ishlovchi xodim homildor bo'lgandan keyin ruxsat so'rab kirib ketgandan keyin 1 yilgacha ishlashni xohlamasa, to'xtam munosabati oxirlashgan hisoblanadi. Agar 1 yil ichida ish o'rniga qaytib kelsa, to'xtam munosabati davomlashadi deganlarni o'qib, o'zining bu qurlarni erinmay o'qib chiqqanligidan o'zi bilan o'zi kulib qo'ydi. To'ymi qilolmaydigan tursa, nadiki bola bo'lsin. Shundaq turib bu mazmunlarni astoydillik bilan o'qib ketganimni qarmandigan. deb o'ylagan Rana ichida achchiq kuldi. To'xtamning mazmunidan xabar topdim. Sizga qaytarib beray. dedi Rana to'xtamni Mardonga qaytarib bergach. Nima? Ishlamamsiz? dedi Mardon sal hayron qilib. Nimish qandi? Ha? dedi Rana Mardondan bakrak hayronlikda. Ishlayman. Men sizga qachon ishlamayman dedim. To'xtamni men qaytarib berdingiz. Ishlamaydigan o'xshadi deb qopdiman. dedi Mardon ansirishi sal besiqib. Siz menga buni ko'rib yiqing deb berdingiz. Ko'rib bo'ldim. Albatta qaytarib beraman-da. dedi Rana kulib turib. To'g'ri dedingiz. Men o'zim sizga tushuntirmadim. dedi Mardon to'xtamni qo'liga elib, o'rnidan turib, ustaldan aylanib, Rana ba tarafga o'tib. Agar to'xtamga boshqa fikringiz bo'lmasa, mazmunidan to'liq xabardor bo'lgan bo'lsangiz, to'xtamga qo'l qo'ysangiz bo'ladi. To'xtam qo'l qo'ygandan tortib siz mush korxonaning bir xizmatchisi. Muqim maoshingizdan boshqa tikkan kiyimlaringizga ayrim haq hisoblanib maosh beriladi. Sizning bayq chapan tikish suratingiz bilan har oyda 600 yuandan ko'p maosh ola olishingizni gap yo'q. Lekin yana shunimi deb qo'yay. Tikish sutida masal ko'rilib qolsa, dedi Mardon Ranaga qarab turib qilibroq. Kiyimning tanarxiga ketgan pulni to'laysiz. Rana to'xtamni qo'liga elib Mardonga qarab turib qoldi. Qandaq? Masala bormi? so'rdi Mardon qalam bilan to'xtamni elib qo'l qo'ymasdan o'ziga qarab turib qolgan Ranaga qarab. Yaqay masala yo'q. Buzib qo'ygan narsani to'lash ota-bobomizdan qolgan qoida, to'g'ri? dedi Rana bu yigitga o'zining tikilib qarab qolganidan sal xijil bo'lib. Amsa qo'l qo'yamsiz.
To'xtam 2 nusxa. Bir nusxasi bizda, yana bir nusxasi sizning qo'lingizda qoladi. Dedi Mardon texmi tafsili tushundirib. Rana əmdi artıq o'ylanib yurmayla, qalamni qo'liga elib 2 nusxa to'xtamga imzo qo'yib, bir nusxasini Mardonga tangladi. Rana 2 bölüm 12 qism. Rana əmdi artıq o'ylanib yurmayla, qalamni qo'liga elib 2 nusxa to'xtamga imzo qo'yib, bir nusxasini Mardonga tangladi. Tamog'imizni o'zimiz hal qilamdiq, so'radi Rana. Atdan boshlab ishlayotgan xizmatchilarga tushda bir vaqt tomoq haqsiz ta'minlandi. Tushundim, rahmat. Qachon ishga tushalaysiz? Hozir ishga tushsam bo'lamdi. Albatta. Chapalarni 5 ustam bilan ulgurtanmasligimizdan ansirayotdik. Siz qo'shilsangiz 6 ustam cho'qim ulgurtalaysizlar. Yana muvofiq ishlaydiganlar ustamlar bo'lsa, ustamlarni 10 qilish planimiz bor. Shunda qilib Rana bu kiyim tikish korxonasida ishga tushib ketdi. Uy bilan bu kiyim tikish korxonasining orlig'i piyoda yarim soatlik yo'l edi. Rana atdigini sahar turib nashta qilib chiqishdan boshqa ishi bo'lmag'achqa, asosan 1 soat burun uydan chiqatdi. Korxonaga har kuni degidek birinchi bo'lib keladi. Bu yerda hammaylar qilgan ishiga qarta maosh ag'ashqimikin, tush vaqtida 2 soat tamoq vaqti bo'lsa-mu, ustamlar tamoq yeb bo'liblar kiyim tikish mashinasining yeniga mang'atdi. Bir-biri bilan quruq parang soladigan, gap talishib qoladigan ahvollarni faqatla uchrat qilib bo'lmaydi. Ranamu aldirashchilikda kunlarning qanday o'tib ketganligini bilmayotdi. Bu korxonaga ishga tushib birinchi eydila 700 yuan maosh olgan Rana shunda xushal bo'ldi. Bu uning uydan ayrilgandan buyon tepib ishlagan xizmatlarning ichidagi o'ziga eng ko'ngilli tuyulgan ham o'zimi rozi bo'lgan bir qitimligi edi. Rananing turmush ritmi bir iziga tushib qolgandek qiladi. Rana shundaq jimjit, ammo xotirjam turmushidan rozi edi. Rana beshidan o'tkazgan ashu mudhish qora tushdek kunlar xayoliga kelib qolsa-mu, titrak bosatdi. U kunlarni o'ylamaslikka tirishadi. Rana korxonaga ishga tushib 1,5 oydan oshdi degan kunlarda Rana korxonaning oshxonasida etilgan poloni purab qolgandek bo'lib yeyolmadi. U oshni qo'yib qo'yishdan xijil bo'lib, kiyim tikish mashinasining yeniga ep ketdi. Lekin kash bo'g'ichimi oshqa qarsili ko'ngli elishib, beoram bo'lib, kunni aran kash qildi. Kashda korxonadan chiqqan Rana uyga qaytqach, turibla shundaq lampong ichgisi kelib, uyga qaytadigan yo'l bo'yidagi bir do'kondan lampong ichib, andan uyga qaytib kirdi. Boshqa tamoqni yegisi kelmadi. Kashlik tamoqni yemay, lampong bilan yetib qolgan Rana atsi saharda non choy bilan nashta qilib elib ishga mangdi. Tushlik tamoq vaqtida Rana yana tamoq yeyolmadi. Bugun xizmatchilarga lag'man etilgan edi. Lekin Ranaga yana purab qolgandek bilinib, tuzukrakmi tamoq yeyolmadi. Va tunugungidek tamoqni ko'tirgan peti kiyim tikish mashinasining yeniga ketib qoldi. U kiyim tikish mashinasining yeniga berib o'ltirib, tamoq yeyotgan boshqa xizmatchilarga qaradi. Ular kunidagidek normal tamoq yeyotdi. Hatto Mardon va Mardonning dadasi bo'lgan korxona xo'jayinimi chiroyida boshqa hech qanday ifoda yo'q, odatdagidek tamoq yeyotdi. Rana ularga qarab o'ylab qoldi. Ajaba ularga tamoq ichib qolgandek purmaganmidi? Yoki ularning tamsazgisi buzilganmidi ya? Har qancha bo'lsin, hammasining tamsazgisi buzilmagandi. Birasining chiroyidami boshqacha benormallik yo'q-ku. Mendiki masalamidi ya? Lekin tamoq aniqla buzilib qolgandek bo'layotgan tursa, mening tamsazgim buzilganmidi ya? Men bo'lgandimi? To'g'ri emas. Amsa tunugun kashda uyga qaytqach ishgan lampong buzilgandek dedimidi-ku. Shunday o'xshabdi-kan. Bo'ldila, sal turib birasidan so'rab baqaman. Qolganlarmi tamoq yeb bo'lib ish o'rniga qaytib kelishdi. Rana boyaqa xiyollarning iskanjisida texi ish boshlamagan edi. U o'rnidan turib, yondagi kiyim tikish mashinasining oldida amdil o'ltirgan Qambarxonning yeniga bordi. Qambarxon acha,
Tünögündün beri tamaq sizga boshqacha tetmadimi? Dedi Ra'no kelib udulla. Hech qandaq emas-ku. O'xshashlar. Dedi Qambarxon sal hayron bo'lib biroq. Bir ish bo'ldimi? Yo'qay, menga tünögünki polomu, bugungi lag'manmi buzilib qolgandekli purab yeyolmadim, shuni so'rashim. Dedi Ra'no sal duduqlab turib. Manga hech qandaq belinmadi. Boshqalarmi kundagidaqku. Bu yangizda qilib qolmagandi. Ha? Bu gap bilan Ra'no birsi beshiga to'qmoq bilan urgandek qaytib turibli qoldi. Hay. To'y qilib bo'lgan bo'lsangiz, normal ish-ku bu. Doktorxonaga berib tekshirib boqamsiz ya. Dedi Qambarxon Ra'noga og'zini yaqin akilib. Nədiki gapni qiladi ekansiz Qambarxon acha? Degenicha Ra'no Qambarxonning yenidan qaytib kelib, o'rniga kelib o'ltirdi. Ra'no bilan Qambarxonning parangi bo'sh ovozda bo'ling'ashqa boshqalar diqqat qilmagan edi. Ra'no o'rniga kelib o'ltirib, o'yga cho'mib ketdi. Boshqalarga tünögünki bugungi tamoq buzilib qolgandek bilinmabdi. Qambarxon acham meni bo'yingizda yo'qdi, davatdi. Bu qandaqmi? O'ylab mushu yerga kelgan Ra'no bazmixonada yiliqi yigitga esilib elib, talab qilib yurib uningdan birga bo'lishni o'tingini esiga kelib, yuzlari qip-qizil bo'lib ketdi. Rastali bo'yimda qolganmidi? Ra'no qaytib kelgandan keyin Ra'noga diqqat qilib qolgan Qambarxon Ra'noning qizirib ketganini ko'rib, darhol turib Ra'noning yeniga keldi. Ra'no, mijozingiz yo'qmi nima? Qambarxon darhol Ra'noning peshonasini tutdi. Qizib ketibsiz. Doktorxonaga berib beqing. Bo'libmi homildorlik mezgilida texmi diqqat qilmasangiz bo'lmaydi. Men hech narsa bo'lmadim Qambarxon acha. Dedi Ra'no Qambarxonga nima deb javob berishni bilmay. Qarang sizni. Qizib ketibsiz. Men sizga Mardanjondan ruxsat so'rab beray. Tushdan keyin doktorxonaga berib tekshirib bering. Degenicha Mardonning ishxonasiga qarab mangdi. Ra'no Qambarxonni chaqirib olay desa, boshqalarning diqqatini qo'zg'ab qo'yishdan ansirab, hech narsa deyamasdan o'ltirib qoldi. Qambarxon bo'lsa Ra'noga ruxsat so'rashga aldirab, Mardonning ishxonasining eshigini chekmayli kirib keldi. Kechiring. Mardonjon, oldirab qilib eshikni chekishni unutib qopdiman. Dedi Qambarxon qo'lida bir materialni tutqanicha eshikni o'zi echib kirgan Qambarxonga hayronlikda qarab qolgan Mardonga tushundirib. Hey, buncha oldirab nima ish bo'ldi? So'rdi Mardon Qambarxondan. Qarang, mundaq ish edi. Ra'noning bo'yida bor ekan. Uning ustiga hozir qizib ketibdi. Shuni doktorxonaga berib tekshirtishga uning o'rnida ruxsat so'rab kirgandim. Dedi Qambarxon tez gap qilib. Ha? Kimning bo'yida bor ekan dedingiz? Dedi Mardon ixtiyorsiz o'rnidan turib ketib. Ra'noning hozir qizib ketibdi. Shuni tushdan keyin ruxsat bersangiz doktorxonaga berib tekshirib boqsinmikin degandim. Ha. Dedi Mardon ortiq hech nima demay. Ma'qul. Rahmat. Men chiqib ruxsat berganingizni Ra'noga yetkazib, uni doktorxonaga yo'lga solay. Ruxsatga ma'qullik olgan Qambarxon Mardonning chiroyidagi o'zgarishga diqqat qilmay, Mardonning ishxonasidan chiqib ketdi. Qambarxonning gapi beshiga to'qmoq tushgandek ta'sir qilgan Mardon o'ltirishni unutib qolib, o'ri turgunicha Qambarxonning boya qilgan gapini o'ylashga boshladi. Ra'noning bo'yida borkan. Mardonning kallasida faqat mushu gaplar takror yangrab o'tdi. Ra'no to'y qilib bo'lgan ekan. Bo'ydimi bor ekan? Men ahmoq texi. Buningda xabarsiz Ra'noga ko'ngilzor qilishni xiyol yuribdim. Lekin Ra'no hech to'y qilgandek emasdi. Men xato o'ylamaganman. Ra'noda terishchan. Oq ko'ngil ham jonliq bir qiz. Qandoqsiga meni saqlab turmay to'y qilib bo'lgan bo'ladi. Voy. Men nima bilan o'ylab ketdim? Bo'ldi. Endi Ra'noga ko'ngilzor qilmoqchi bo'lganimni unutib ketay. Ra'no Mardonning o'zi ustida qilgan buncha ko'p xiyollardan bexabar holda Qambarxonning zo'rlab chiqarib etishi bilan korxonadan chiqqan holda rastilla doktorxonaning ishiga oldiga kelib qoldi. U nomer elib tekshirtgandan keyin doktorning "Muborak bo'lsin, ana bo'ladi ekansiz. Homila hozir 50 kunlik bo'pti.
degan gapidan keyinla kallasida ming xil xiyol bilan doktorning keyingi diqqat qilishga tegishli ishlarni eskartganimi quliqiga kirmadi. Doktor texi gapini tugatmasdilla o'rnidan turib, doktor ishxonasidan chiqib ketishga tamshalgan Ra'no eshik to'riga kelibla yana doktorning yeniga qaytib kelib dedi: "Doktor, men bu balani tug'maydim." Ra'nodagi benormallikdan sal hayron qolgan doktor sal turib qoldi. Balani tug'maydim dedingizmi? Ha, bu balani tug'maydim, dedi Ra'no doktorning gapiga javoban. Bu doktor xeyli yoshli cho'ng ayol bo'lib, u sal o'zini to'xtatib elib Ra'noga oldirmay dedi: "Qizim, bu balani nima sababdan tug'maslikni qaror qilganligingizni men bilmayman. Ammo 30 necha yil tug'ut bo'limida ishlab kelgan bir doktor, ayol ham bir ona bo'lish sifatim bilan sizga qilmoqchi bo'lgan ishingizning oqibatini tushuntirib qo'yish majburiyatim bor. Avval bu yerga kelib o'tiring," dedi bu doktor ayol Ra'noni o'rindiqqa taklif qilib. Ra'no xuddi doktor ayol uning o'lim hukmnomasini o'qib berdigandek qo'rqibgina kelib o'rindiqda o'tirdi. Agar siz hozir mening demoqchi bo'lganlarimni anglab bo'pmi, yanala homilani tushirib etishda chang tursangiz, men homilani tushirvasam bo'ladi, deb gapini boshladi doktor. Birinchidan, ko'nilada tunji farzandni tushirvasa, ayol kishi tug'mas bo'lib qoladi degan qarash bor. Bu garchi 100% shundoq bo'lmasa-mu, lekin ko'pincha ayollar tunji farzandini tushirayotgandan keyin rostilla balaliq bo'lmagan ahvollarni bu tug'ut bo'limida ishlash jarayonida o'z ko'zim bilan ko'rganman. Shunga homilani tushirib etishingizni tavsiya qilmayman. Ikkinchidan, amaliyotda homila yangi bir hayotlik. Biz uni farzand bo'lishga emas, u bizni ota-ona bo'lish uchun tanlaydi. O'ylab beqing, ota-onangiz sizni qandoq cho'ng qilgan? Ular sizni qandoq ko'radi? Sizning uni tushirib etishingiz xuddi bir jonni o'ldirganlik bilan barobar. Bizning homilaning jonini tortib olish, uning hayotligini oxirlashtirish huquqimiz yo'q. Chunki u yangi bir jon. Balkim bu farzand siz xohlamagan vaqtda paydo bo'lgandi, lekin uning yashash huquqi bor. Doktor so'zlab mushu yerga kelganda Ra'no ixtiyorsiz qo'sig'ini silab qo'ydi. Gapining oxirini davomlashtirdi doktor yana: Agar bu homilani rostala tug'ishni xohlamasangiz yoki uningga ona bo'lishni xohlamasangiz, yana bir tarafdan keyincha ona bo'lmasligingizdan ansirsangiz, homilani tug'ing. Men uningga yaxshi ota-ona tepib beray. Mushu gapdan keyinla doktor ayol gapini to'xtatib, Ra'noga qarab uning tanlashini kutdi. Ra'no doktorning bu gaplaridan keyin birdamdala nurg'un xiyollarni qildi. Onasining o'zini qandoq papilaganlarini, o'zini qandoq yaxshi ko'rdiganligini. Agar bu homila qiz bo'lib qolsa, menga hamrohlik bo'lar. Dadasini so'rab qolsa, siz tug'ilishdan burun qatnashadisida o'lib ketgandaman. Agar o'g'il bo'lib qolsa, uni yaxshi tarbiyalab qatorga qo'shsam. Ra'no mushularni o'ylab ixtiyorsiz bir necha qitim qo'sig'ini silab qo'ydi. Doktorning gaplari bayiqidan sal yumshab qolganda qiladi. Qizim, ishkilinayotganligingizni his qilib turibdiman. O'zingizning ahvoli o'zingizga ayon. Sizni qistigandek bo'lib qolmay, qanday qaror chiqarsangiz, men sizning deganingiz bo'yicha qilaman. O'ylanib bo'lmagan bo'lsangiz, bir qarorga kelib, ondan kelsingizmi bo'ladi. Men faqat bola tushirgili kelgan qizlarning keyincha pushaymon qilishidan ansirab, to'liq so'zlab qo'yaman. Chunki men mutunchi farzandimni cho'nglarning to'sishiga qarmay tushirib etib, hozirgacha farzandlik bo'lmagan, farzandga tashna ayollarning biri. Mushu gaplardan keyin doktorning uni ichiga tushib ketdi. Ra'no qo'sig'ini tutgan holatida bir hazo turib ketgandan keyin hech narsa demasdan o'rnidan turib, doktorning ishxonasidan chiqib ketdi. Ra'no sirtdan kavob bilan non elib uyga kirib ketdi. Ko'ngli kavobni tatib turadi. U uyga kirib, qiziq choy damlab, o'ltirib, akirgan kavob bilan nonni yeb bo'ldi. Bir tushdan keyin doktorxonada yurib, herib qolgan Ra'no kash bo'lmagan bo'lsa-mu, yetibla uxlab qoldi. Ra'no uyg'onganida sirtda qorong'u tushib bo'lgan edi. Lekin uyqusiga bir qitim qiynib bo'lgan Ra'noning ko'ziga qayta uyqu kelay demaydi. Uxlayolmagan Ra'noni xiyollar o'z iskanjisiga oldi. Oldi bilan onasi Hamrogul.
uning tirishchanligi, kuyimchanligi ko'z oldiga kelgan Ra'no ko'z yoshlarini tutib ololmadi. U ko'ngli buzilib bir haza yig'ladi. Yig'lab bo'lgandan keyin ichi bo'shab qolgandek bo'lgan Ra'no qaytadan doktor ayolning gap so'zlarini o'ylashga boshladi. O'yla, Ra'noning ko'ngli yana yerim bo'ldi. Bu balani zodi qanday qilish kerak? Tug'ish kerakmi? Tuqqandan keyin qanday bo'lmoqchi? Boshqalarga nima deb tushundirman? Deydi ichidagi bir Ra'no. Doktor ayolning gapini anglamadingmi? Baribir sen qanday to'y qilading? Hozirgi bu ahvoling bilan kim seni oladi? Bu balkim sening farzandlik bo'lishdagi birdan-bir tanlashing bo'lishi mumkin. Shunga bu balani tuqqan. Deydi yana bir Ra'no. Balani tug'asan, bola cho'ng bo'lsa qanday tushundirsan? Dadasini so'rasa nima deysan? Balkim u yigit bilan bu umringda qayta ko'rishamasliging mumkin. Shunga bu balani ep qaylishga bo'lmaydi. İkinci bölüm. 13-qism. Balani tug'asan, bola cho'ng bo'lsa qanday tushundirsan? Dadasini so'rasa nima deysan? Balkim u yigit bilan bu umringda qayta ko'rishamasliging mumkin. Shunga bu balani ep qaylishga bo'lmaydi. Tuqqan, qag'ini vaqt kelganda bir gap bo'ladi. Doktor ayol degandek umi bir hayotliq. Sening uning yashash huquqini tatib olish huquqing yo'q. Ra'no mana mushundoq o'zi bilan o'zi bir haza talash tatish qilayotgandan keyin beshini tutib o'ltirib ketdi. Oxiri hayot uningga vaqtsiz hadiya qilgan bu kichikgina hayotlikni bu dunyoga opera qilish qaroriga keldi. Bu qarorga kelgan Ra'no ko'ngli vallada yo'rib ketgandek bo'lib, yeniklab qoldi. Ra'noning kallasidan o'tdi. Balani ip qoladi. Shundaq bo'lgan ekan, ular uchun pul lozim bo'ladi. Ra'no texmi tirishib ishlash kerak. Tenining bir parchasi bo'lgan bu kichikgina hayotlikni yaxshi beqish, yaxshi yashash uchun iqtisod bo'lmasa bo'lmaydi. Atsi Ra'no kunidagidek baldurli korxonaga berib, kiyim tikish mashinasining oldida o'ltirib, tikimchilikni boshlavatdi. Amdila bir ko'ynakning yengini tikvasili bo'ladigan yerga kelganda, Qambarxon Ra'noning yeniga keldi. Ra'no, qanday bo'ldi? Tekshirdingizmi? Doktor nim dedi? So'radi Qambarxon Ra'noga yaqin kelib bo'sh ovozda. Man dedi Ra'no duduqlab. Qandaq deginim to'g'rimi ekan? Sapsaq oshni purab ichamagan odam homildor bo'lmay nima? Bu sezik bo'lmay nima, ha? Bu yeshimgacha 5ni tug'ibdiman. Hozir 6 navrammi bor. Hamma qiz, kelinlarimni o'zim bir qo'lliq tug'dirib, to'xtanib baqqanman. Bir qarabli bilaman. Xato chiqmaydi deyman. Dedi Qambarxon og'ziga tegmay so'zlab. Yurak paringiz qanchalik bo'pti? So'radi Qambarxon Ra'noga tikilib qarab, uningga texmi yaqin kelib. Doktor 50 kunlik bo'pti deydi. Mana demadimmi, ha? Yana bir oychi o'tsa, qo'rsiqingizmi belinishga boshlaydi. Badaningizga bak chin keladigan kiyim kiymang. Bolaning yetilishiga ta'siri bo'ladi, ha? Ma'qul Qambarxon acha. Ha, rost. Tönegin doktorxonaga bolaning dadasi billa borgandi. Ha? Nima? Doktorxonaga bolaning dadasi billa bormidimi? Billa bordi. Dedi Ra'no yolg'onchilikning oshkorlanib qilishidan ansirab tezla. Ha, billa borgan bo'lsa-la bo'pti. Eringiz nima ish qiladi? Tijorat qiladi, ushaq-tushak savdo. Dedi yana Ra'no Qambarxonga. Hech ish qilmaydigan yalangto'sh bo'lmasa-la mayli. Hammadan muhimi sizga kuyinsa, bak ko'p pul topamizmi mayli. Menga bak kuyinadi. Ra'no, menmi ishimga boray. Boshqa gap bo'lsa, yana paranglashamiz. Sizmi ishingizni qiling. Men yordam qilgudak ishlar bo'lsa, tatinmaydan. Siz ayni qizimdek qo'limdan kelsa cho'qim yordam qilaman. Rahmat Qambarxon acha. Ra'noning ko'zlari yoshlandi.
Qambarxon Ra'noning onasi bilan Hanifa opasidan keyinki uningga hech qanday minnatsiz yordam qilayotgan, ko'ngil bo'layotgan birdan-bir ayol edi. Voy, qarang sizni. Buncha tuz qilib nima qilasiz? Buningdan keyin atiganlik nashligingizni men ag'ash kelay. Homildor vaqtda odamning qo'rsiqi to'la ochidi. Men ishqa ketdim-a? Shundan keyingi har bir kunda Ra'no Qambarxonning nashtaligini topshirib oldi. Yeningizga qo'yib qo'ying. Qo'rsiqingiz ochganda epli yeysiz. Deydi Qambarxon Ra'noga. Bir kuni bo'liq manta akasi, bir kuni poli. Ishni qilib har bir haftadagi tamoqi takrorlanib qolmaydi. Korxonaning tushlik tamoqi purg'andak to'yilib yeyamagan Ra'no Qambarxon etib akagan tamoqlarni shunchalik huzurlanib yeydi. Bu tamoqlar Ra'noga shundoq tetiydi. Voy, mana qarang. Sezigingizda sirtning tamog'idan chiqib ketibsiz. Uyda atgan tamoqni shundoq yaxshi yeyapsiz. Deydi Qambarxon Ra'noning o'zi etib akagan tamoqni huzurlanib yeyishlariga qarab. Korxonada Ra'noni deb turayotgan mardammu endilikda korxonani dadisiga tashlab berib, to'li turmaydigan bo'lib qolgan edi. Kelganlardimi Ra'noning astoydillik bilan ish qilishlariga qarab turib ketadi. Mushundaq qilib Ra'noning qo'sqig'imi 7 oy bo'lib qoldi. Ra'noning qo'saqlari xeylili yo'g'nab, yuzlariga, put-qo'llariga yelkib qolgan edi. Yaqindan beri Ra'noning miyangishtirma qiyinlashib qoldi. Lekin Ra'noda boshqa to'ncha qo'saq ko'targan qizlarning yuziga dag'i tushib ketgandek, dag'i tushish bo'lmagan edi. Ra'noning yuzlari teximi so'zilib, chiroylari paqirab, ilgirkidimi chiroyli bo'lib ketgan edi. Mardan har qaytim kiyim tikish sexiga kirib, Ra'noga qarag'anida ko'ngli yerim bo'ladi. Ra'no Mardan yaxshi ko'rib qolgan tunji qiz emas. Lekin u Ra'noni haqiqatan chin ko'nglidan yoqtirib qolgan edi. Ra'noning tirishchanligi, uning adablikligi, Ra'noning hamma tarbi Mardonga yoqadi. U Ra'noni qo'g'lishib, uni qo'liga keltirib, uni o'ziga umrlik hamroh qilishni ko'ngliga pukib, texa amdili eg'iz echishni o'ylashayotganida Ra'noning yo'ldoshi, hatto qo'sig'ida bolasining mubollig'ini xabar topgandan keyin Mardonga tog' gumurlib tushgandanmi ig'ir bilindi. Mardon Ra'noning homildor ekanligidan xabar topgan kundan boshlab boshqacha bir odamdek bo'lib qolgan edi. Kiyim tikish sexidagi bu 10 necha yilmi Mardondagi bu o'zgarishni bayqagan. Lekin Mardonning nima uchun bundoq o'zgarib ketadiganligining sababidan Mardonning o'zidan boshqa hammaylar xabarsiz edi. Sexqa kelmaslikka Mardonning ko'ngli unimaydi. Kelib Ra'noni ko'rganida bo'lsa, ko'ngli texmi yerim bo'ladi. O'zining bu qiz bilan baldiroq tanishmaganligidan pushaymon qiladi. ixtiyorsiz uningga ko'nglidagi gaplarni aytqisi keladi-yu, lekin yana eg'iz echishga jur'at qilolmaydi. Bu xiyollardan yo to'liq voz kechamay, yo Ra'noni pat-pat sex kelib ko'rib olishdan o'zini tatolmay, mushundaq ziddiyatlik xiyollar bilan yurvatadi. Ra'noning qo'sqiga 8 oy bo'lib qolgan bo'lsa-mu, Ra'no texichi tug'ut ruxsati olay demay ishlayotadi. Ra'noning shuncha eg'irlashib qilibmi yana ishlayotganligini ko'rgan xizmatdoshlari Qambarxon ochimi bir necha qaytim Ra'nodan nemishqa yana ishga chiqadiganligini, pul bak kammi yoki uydagilar aram og'ili qo'shilmamdi degandek savollarni so'rab baqdi. Ra'no faqat ularga baribir uyda tursam qiladigan ishim yo'q, tug'diganga texi xeyli vaqt bo'lgandan keyin yana 10-15 kunlar ishlab ondan kirib ketay dedim, debli qo'yadi. Hozir Ra'no eg'irlashib qolg'ashqa put-qo'li sal kalampaylashib, harakatimi qolaysizlashib, ilgirkidek tez ish qilolmaydigan bo'lib qolgan edi. Lekin Ra'no uchun seqqa kelgini har holda uyda yolg'iz o'ltirganidan yaxshi. Yolg'iz qolsa, bekor o'ltirsa odamni g'am yeb ketadi deydigan hamrohim. Sho'mikin Ra'no uyda bekor o'ltirgandan deb o'ylab, o'ziga qolaysiz bo'lsa-mu, astroq ish qilsa-mu, seqqa kelib ishlayotadi. Uning ustiga Ra'no bu yerda aldirashchilik ichida yurib, kunning qanday kesh bo'lib ketganligini his qilmaydi. Balaning dadisini, onasi Hamragulni, yurtini o'ylashga vaqt chiqmaydi.
Rana kunduzi aldirash ishlagashkimikin, kash vaqtida herib qolganidan bularni o'ylashqimi ulgurmay uxlab qolatdi. Rananing boshqa ko'p chiqimi bo'lmag'ashqa, bu yerda ishlayotgandan beri har oylik maoshi 700 yuandan tuvan bo'lib baxmadi. Rana olgan maoshidan 600 yuanni uyning bir yeriga ayrim qo'yib, qolganini ishlatibmi, yana yetib eshib qolatdi. 8 oydan beri uydagi pulga 5000 yuan qo'shilib bo'ldi. Buningdan 1000 yuanni doktorxonada tug'ib qolsam lozim bo'ladi deb ayrim bir yerga ep qo'ydi. Rananing onasi Hamragul hayot bo'lgan bo'lsa, bulardan andish qilishning muhojati yo'q edi. Lekin hozir Rana yolg'iz. U Qambarxondan tamoq yeyotganda gap aralab so'rab yurib, nimalarning lozim bo'ladiganligini bilib elib, lozimliq deb qaragan narsalarni uyga tayyor qilib qo'yib bo'lgan edi. Rana homila 8,5 oylik bo'lganidimi, yanala ishqa kelishni davomlashtiryapti. Rana, endi ishqa kelmang. Sizga qarab, men ansirab ketadiganman, dedi Qambarxon bir kuni Ranaga ikkisi ayrim yerda tamoq yeyotganda. Yo'lda berib kelgichimi xeyli borkan. Endi sanoqliqli kun qoldi. Eng yaxshisi uyda orom eling. Eringizga modang. Siz tinch aman bo'shni vag'icha, soda setiqni qo'yib tursin. Ma'qul Qambarxon acha, hilimi sizni ko'p avor qildim. Bugun boshliqdan ruxsat so'ray, dedi Rana sal turib elib. Atadan boshlab kelmasam bo'g'dak. Menga sal ig'ir kelyapti. Qaranga deyotgan gapingizni elimi ig'ir kelmadi sizga, dedi Qambarxon Rananing qo'sig'ini silab qo'yib. Shunday qiling. Men yordam qilgudak ish bo'lsa, tatinmaydan. Elimi sizni ko'p avor qildim Qambarxon acha. Sizga qanday rahmat aytishni bilmayapman, dedi Rana xijil bo'lib. Undaq demang. Qo'limizdan keladigan yaxshiligimizni nemishqa oyaymiz, ha? Tushlik tomoqni yeb bo'lgandan keyin Rana sal qo'sig'i og'irgandek bo'lib, o'rnidan turib hojatxonaga bordi. Amdila hojatxonaga borgan Rana hojatxona eshigidan kiribla qo'sig'ini tutib tomning tubida o'ltirib qoldi. Uning qo'sig'i qattiq og'rib ketyapti. Mengisidan kirgan bir qattiq og'riq 5 minutlardan keyin putining uchidan chiqib ketgandek bir sezim bilan yo'qab ketdi. Og'riq to'xtagandan keyin Rana hojatxonadan chiqib, ruxsat so'rag'ili ishxonaga kirdi. Ishxonada Mardan bir materialni ko'rib o'ltiradi. Kerak, ish ko'choq, dedi ishxona eshigining chekilgan ovozini anglagan Mardan beshinimi ko'tarmasdan. Rana kirib, material ko'rayotgan Mardanga qarab, eg'iz ochamay turib qoldi. Materialdan beshini ko'tarmay, bir oz kutibmi hech qanday ovoz anglamagan Mardan oxiri beshini ko'tarib qarab, Ranani ko'rgandan keyin o'rnidan turib ketdi. O'ltira olamsiz? So'rdi Mardan Rana tarafga mang'ash. Yaq bo'ldi. Men to'g'ri ruxsat so'rag'ili kirgan, dedi Rana gapni agitmay udulla. Ha? Mardan Ranaga hayronlikda qaraganicha mengayotgan qadamini to'xtatdi. Vaqtingiz yiqilib qopti-da. Bo'ladi. Men bugungi chislarni yozib qo'yay. Tug'ib turib bo'lib, davomli ishlaydigansiz. Albatta. Rana texi gapining oxirini chiqarmay turib, uning qo'sig'i yana qattiq mujib og'rib ketdi. Rananing chiroyi tatirib, qo'sig'ini tutgan padisida turgan joyida o'ltirib qoldi. Vaqiray desa xijil bo'ldi. Vaqirmay desa og'riq bayiqidimi bakrak kuchlik edi. Rana livini ching tishliginicha o'ltirib qoldi. Chekillaridan to'xtamay tar qo'yilyotdi. Yangisi tug'ut vaqti yiqilishib qolganda aksi soda ishi bilan yangisining yenida bo'lanmag'ashqa, yangisining yenida yangisi tug'ilgan vaqtgacha hamroh bo'lib turgan Mardan Rananing bu ahvolini ko'ribla uning to'lg'iqi boshlanganligini faraz qilib, Ranani ko'tirgan peti ishxonadan ep chiqdi. Rana og'riqning dastidan gap qig'idek madori qolmagan edi. Qamarxonacha! Vaqirdi Mardan ishxonadan Ranani ko'tirib chiqqan peti. Kiyim tikish mashinasining oldida ish qilayotgan Qambarxon birining o'zining ismini chaqirganini anglab beshini ko'tiribla Mardanning quchug'idagi Ranani ko'rib, nemish bo'lganligini faraz qilib bo'ldi. Shuning bilan darhol qo'lidagi ishni tashlabla yugurgan peti Mardanning orqasidan mangdi. Mardanning mashinasi kiyim tikish korxonasining sirtida to'xtatib qo'yilgan edi.
Mardon bilan Ra'noga agishib chiqqan Qambarxon mashinaning yeniga kelishiga Mardon Qambarxonni mashinaning orqa o'rindiqi bajoyining eshigini ochishga buyurdi. Ra'noni mashinaning keyni o'rindiqiga yotqizib qo'yib bo'lgan Mardon mashinaning oldiga o'tib, mashinani haydamoqchi bo'ldi. Bu chaqda og'riq sal to'xtag'achqa Ra'no sal esiga kelgan edi. Mardon, men o'zim boray, dedi Ra'no xijil bo'lib Mardonga. Qambarxon acha, siz kirib ishingizni qilavering. Men Ra'noni uydagilarni ilib doktorxonaga yetkazib qo'yib kelay, dedi Mardon Qambarxonga qarab. Ha, ma'qul. Men kirib ketdim amisa. Deginicha Qambarxon Ra'noga qarab qo'yib kirib ketdi. Uyingiz nerede? Eringizni yeniqilib borandiq ya. So'rdi Mardon Ra'noning sal o'nglanib qolgan chiroyiga qarab. Men uyimga o'zim ketay, dedi Ra'no duduqlab turib Mardonga javoban. Ha? O'zingiz ketamsiz? Hozir qanday vaqtdayman? dedi Mardon ochiqlab. Yana to'lg'oq tutsa, turg'ay yeringiz yiqilib tutsangiz kim yordam qiladi? Uyingizdagilar ham ansirmay qanday qishqa avatgandi deyman. Siz bu Ra'no nima deyishni bilolmadi. Chunki Mardonning degini yo'lliq edi. Lekin yo'lliq debla boshqalarning yordamini xijil bo'lmasdan qabul qilaverishga Ra'noning ko'ngli unimaydi. Nima siz u? Tez javob bering, dedi Mardon Ra'noni oldirtib. Yana to'lg'oq boshlanib kelsa, gap qilgudakman maqduringiz qolmaydi. Amsa meni uyga olib qo'yamsiz, dedi Ra'no oxiri levini tishlab turib. Mushunda qilmaymi, rostilla boshqa amal yo'q edi. Ra'no 2-bölüm 14-qism. Mushunda qilmaymi, rostilla boshqa amal yo'q edi. Mardon degandek to'lg'oq yana boshlanib ketsa, Ra'no hech nimaga ulgurmaydi. Uyingiz nerede? So'rdi Mardon mushundaq vaqtda mujoyili qilib tosh tishlab turgan bu qizning endi sal yumshab qolganiga qarab, ko'ngli sal orom tepib. Mana mush adres shu 3-eshik 202-uy, dedi Ra'no sal jiddiylashib. Chunki to'lg'oq yana boshdan haydayotdi. Mardon ortiq gap qilmayla mashinani haydab mangdi. Kunda Ra'no yarim soatdan ortiqroq mangdigan yo'lni Mardon hozir mashinada 10 minutga yetmagan vaqtda besib bo'lgan edi. Mardon mashinani to'xtatib, keyni eshikni ochib, Ra'noning mashinadan tushishiga yordamlashdi. Rahmat sizga, endi men o'zim chiqib ketay, dedi Ra'no mashinadan tushibla Mardonning qo'lidan qo'lini tortib elib. Uyda kim bor? Men bilan chiqay. Uydagilarni chaqirsangiz, sizni doktorxonaga olib qo'yay. Bu doktorxonaga bordan bir narsa topolmay qiynalib qolasiz, dedi Mardon Ra'noga qarab. Ra'no ishkilinib turib qoldi. Qanday qilish kerak? Mardonni ketavering dey desa, Mardon degandek doktorxonaga boradigan bir narsa topolmasligidan ansiraydi. Opirib qo'ying deydi Stehi. Tehi o'ylarining oxiri chiqmay turib, to'lg'oq yana tutdi. Ra'no hozir sal to'lg'oq pishqandek edi. U levini tishlab, qo'sig'ini tutqunicha jim turib oldi. Chekillardan munchaq tar qo'yilib ketyotdi. Mardon darhol kelib Ra'noni tutib oldi. Ra'no bu qitim og'riqning dastidan bir qo'lida Mardonning biligini tutib olib, mojib og'ritibdi. To'lg'oq oxiri o'tib ketdi. Men uydan lozimliq narsa keraklarimni elib olay, meni doktorxonaga olib qo'yamsiz, dedi Ra'no xijilliqni neri qayrib qo'yib. Ma'qul. Mardon shundoq deginicha Ra'noni yo'lab uyga chiqdi. Ra'no oldin tayyorlab qo'ygan lozimliq narsalarni elib qo'ygan so'mkini ko'tarib, yana eshikni taqab uydan chiqdi. Mardon sal hayron qoldi-yu, lekin hech narsa demadi. Ko'nglida Ra'noning uyidagilar lozimliq narsalarni tayyorlab qo'ygankan, cho'qim Ra'noning doktorxonaga bordiganligini bilishi mumkin deganlarni o'ylagan Mardon ortiq gap qilmayla Ra'noni mashinaga selib doktorxonaga mangdi. Bugun sizni bek avvar qildim. Rahmat sizga, dedi Ra'no Mardon mashinani doktorxona oldida to'xtatgandan keyin. Sizni yotoq o'rlashtirib qo'yib, uyingizga kelgandan keyin sizni uyingizga qo'lga salomat topshirib o'tib,
Anlamay. Bumuz xotirjam bo'lamayotganman. dedi Merdan Rana mashinaning eshigini echish bilan mashinadan tushib, yugurib Rananing yeniga berib. Siz qaytavering, doktorxonaga men o'zim kiray, dedi Rana Merdanga javoban. Rana, siz nimandaq johil? dedi Merdan terkib. Sizni buncha johil deb o'ylamabdiganman. Avval uyingizga kelsin. Mening uyimdagilar yo'q, dedi Rana Merdanning gapini bo'libla. Ha? Oyjon. Rananing bu qitimliq to'lg'iqi oldingi qitimliqlardan bakrak qattiq tutdi. Merdan Rananing so'mkasini qo'liga elib, Ranani ko'tirgunicha udul doktorxonaning tug'ut bo'limiga ep kirib ketdi. Doktor! Doktor! Doktorni yordam qilsanglar! Doktor! Vaqirashqa boshladi Merdan tug'ut bo'limiga yaqin kelmay turibla. Ovozni anglagan bir necha doktor guldirilishib, g'altaklik karvatni ishtirishib yurib keldi. Merdan Ranani karvatda yotqizib, ondan Rananing hushidan ketganligini bildi. Ranaga bir ish bo'lmaganda, dedi Merdan jiddiylashib. Hech qisi yo'q, hushidan ketibdi, dedi doktor Ranani birar qor ko'rib beqib. Bemorni darhol tug'ut uyiga akiranglar. Doktor sestralar karvatni ishtirishib, tug'ut uyiga akirib ketishdi. Yolg'iz qolgan Merdanning kallasida Rana degan eng oxirgi bir jumla so'z takror qaytlanib o'tadi. Mening uyimdagilar yo'q. Mening uyimdagilar yo'q. Mening uyimdagilar yo'q. Nimishqa? Hamma odamning ota-onasi bo'ladi-ku. Rananing ota-onasi tugab ketgan holatda-mi? Balon tatsi bo'lishga tegishli-ku. Bana bularning mumkinligini kim tushuntirib berdi? Kim tushuntirib beradi? Merdan mushulani o'ylag'inicha bir besib, ikki besib koridordagi o'rindiqqa kelib, kallasini ikki qo'li bilan changallig'inicha o'ltirib qoldi. Bemorning oila tavobat qaysinglar? Vaqirdi bir sestra chiqib. Merdanning quliqiga bu gap so'zlar kirmadi. Bemorning oila tavobat qaysinglar? Bemorning hayoti xavf ichida. Operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Operatsiya pulini oldin topshirmasanglar, bunaga qo'l qo'yib hamsanglar bo'lmaydi. Yana vaqirdi sestra. Men bemorning oila tavobatiman. Boyadan nima o'tirsiz amsa? Kechiring. Diqqat qilmabdiman. Mo'shundaq vaqtdami tazimi bir? Darhol bunaga qo'l qo'yib, andin berib operatsiya haqini to'lab keling. Ha? Nima? Operatsiya? dedi Merdan texmo jiddiylashib. Ana bolaning hayoti hozir xavf ichida. Bolaning kindik o'qi bo'yniga yo'gishyapti. Darhol operatsiya qilmasak, ana bolaning hayotini saqlab qolib bo'lmaydi, dedi sestra qayta tafsiliy tushuntirib. Ma'qul doktor. Ana bolaning hayotini qutqizib keling. Tez berib operatsiya haqini to'lang. Sestra shundaq degunicha tug'ut uyining eshigini yepib kirib ketdi. Merdan o'rilibla mashinaga ehtiyot uchun qo'yib qo'ygan 2000 yuan pulni elib, pul topshirish o'rniga keldi. Boyqa bemorning tug'ut operatsiya haqqini topshirmoqchi edim. Bemorning ismi Rana. 1300 yuan topshirdi ekansiz. Merdan gapni qilmay ep kirgan puldan 1300 yuan pulni ayirib doktorga tangladi. Doktor pulni sanab, Merdanga bir talonni tutqizib qo'yibla o'zining ishi bilan bo'lib ketdi. Merdan talonni olgandan keyin doktorning o'z ishi bilan bo'lib ketganini ko'rib, o'zining bu yerda endi ish qolmaganligini bilib, operatsiya uyining oldiga qaytib kelib, o'rindiqda o'ltirdi. Ranani operatsiya uyiga ep kirib ketgili 1 soat bo'ldi. Operatsiya uyining eshigi texichi echilay demaydi. Bayidan beri kallasi qop-quruq bo'lib qolgan Merdan endi Ranadan ansirashga boshladi. Qandoq bo'lganda? Nimishqa texichi chiqmaydiganda? Merdan mushulani o'ylab turishiga kichik bolaning yig'i ovozi anglandi. Merdan bu yig'i ovozidan esiga kelib bo'lguncha bir sestra qiz yo'gakda bir bolani ko'tarib chiqib Merdanga tanglab dedi. Bolangiz qizgan, muborak bo'lsin. Ana bola ishqilisi salomat. Endi ansirmasingizmi bo'ladi? Yarim soatdan keyin bemorni yotoqqa olib chiqamiz. Aniqki, bu sestra qiz Merdanni bolaning dadasi deb qolgan edi. Bolangizni ko'rib olmamsiz? Ha? Ma'qul.
dedi Mardon tamtirab, ikki qo'lini so'zib, balani yo'gak bilan avaylab elib. Sestra qiz bu vaqtni Mardonga tutqizib qo'yibla, yana operatsiya uyiga kirib ketdi. Sestra qiz kirib ketgandan keyin Mardon o'rindiqda o'tirib, qo'lidagi bu kichikgina hayotlikqa tafsili-sapsilib qarashga boshladi. Әмділі тоғылғыныға қармай, чашлары бұлық, қашлары толық, көзлері юған, бұрны көтіріп қойғандак қаңшарлық, кірпіклері Рәнаныңкедек ұзын-ұзын, тал-тал еді. Mardon birden qarab o'tirib ketgandan keyin bu o'maq malikining qosh ko'zlarining Ra'noga qo'yib qo'ygandek o'xshaydiganligini his qildi. Ammo qansharining egizligi, lavlarining nipizligi Ra'noga ancha o'xshamaydi. Balkim dadasinikiga o'xshashi mumkin. deb o'ylagan Mardonning ichi pejida qilib echib ketdi. Mardon texi xiyollarning oxirini chiqamay turib, doktor sestralar Ra'no yotgan chaqliq karvatni ishtirib chiqishdi. Ra'no texi hushiga kelmagan bo'lib, ko'zlarini ching yumib yotadi. Yolg'iz kishilik yotoq o'rlashtirg'ili bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Yolg'iz kishilik yotoqlarimizning yotoqqa qimmatrak, ozroq pul qo'shib to'laysiz. Albatta. Yana bir ish uchun sizdan masala so'ramoqchi edim. Ha, qani so'ra. dedi bu doktor mengishqa tamshalgan qadamlarini to'xtatib. Mardon gap qilishni biyab ko'rib turib qoldi. Doktor Mardonning turib qolganiga qarab, Mardonning gap qilishni biyab ko'rganligini his qilib, sestralarga Ra'noning sharoiti eng yaxshi yolg'iz kishilik yotoqqa o'rinlashtirishni, balinimi Ra'noning yeniga kichik karvat akirib yotqizishni topilib etib, andin Mardonga qarab dedi. Ishxonaga kiramdik. Er kishini yanala er kishi tushunadi. Mardonmu gap so'z qilmayla doktorga agishib mandi. Bu doktormu texi amdila 25 yoshlardan alqigan yigit edi. Doktor, bemorning holidan xabar oldiganga odam o'rlashtirib beralamdigan siz. Haqni men to'lsam. dedi Mardon ishxonaga kiribla gapni agitib o'ltirmay. Uyinglarda holdan xabar olg'dak odam yo'qmi? Kechiring. Men faqat Doktor o'zining deyishga tegishlik bo'lmagan gapni eg'izdan chiqarib sog'inidan xijil bo'lib qoldi. Hech qizi yo'q. U faqat bizning korxonadagi xizmatchi xodim. Uning bu yer deyish nimasi yo'q. Men uning qorg'idagi odam tepib beray degan. Bo'lmasa men korxonada izlab baqay. Yo'q. Odam bor. Korxonadagi xizmatchilar doktorxonadagi sestralardek bemorning holidan atrofliq yaxshi xabar ola olishini tayin. Bemorning holidan xabar oladigan odamni men tepib beray. Rahmat sizga. Men hozirla odam o'rinlashtiray. Xotirjam bo'ling. Mardon ortiq gap qilmay, beshini lang'ishtib qo'yib, doktor ishxonasidan chiqib, yana pul to'lash o'rniga keldi. Yolg'iz kishilik yotoq pul to'lamoqchi edim. dedi Mardon pul to'lash o'rniga kelib. Bir kunlik uchun 20 yuandan oldin 10 kunlikini topshirib tursiz. Navada uningga yotoqdan chiqib bo'lmay qolsa, yana qo'shib to'laysiz. dedi pul oladigan o'rindagi ayol Mardonga tushundirib. Mardon pulni to'lab bo'lib, koridorga mengayotgan sestralardan surishtirib yurib, Ra'noning yotig'ini tepib kirdi. Ra'noning yotig'ida 40 yoshlardan oshgan bir ayol balini zakidavotdi. Yotoqqa birisining kirganini ko'rib, darhol beshini ko'tirib dedi. Men bemor yotoqdan chiqadigan vaqtgacha bemorning holidan xabar oladigan bo'ldim. Men maxsus tug'ib beqishga mas'ul doktor. Ona boladan xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Bemor bilan bu vaqtni tamqin. Xotirjam bo'ling. Siz faqat mening kunligimga 60 yuandan pulni berishni bilsangiz bo'ladi. Bemorning tamog'ini o'zim bir qo'lliq tayyorlab beraman. Bu vaqtga texi ona sutidan boshqa hech nima bermaymiz. Ma'qul. Siz ishingizni qilaversangiz bo'ladi. Bemorning teni ojiz ekan. Shunga texi atigacha ondan ho'shiq kelishi mumkin. Amsa men ati kelay. Haras, unutib qopdiman. Lozimlik narsalar bo'lsa, akirib berib bangay. Bu somkada lozimlik narsalarning hammasi bor ekan. Yana 1000 yuan pulmi bor ekan. Pulni elib oling. Bo'ldi. Somkaga serib qo'ying. Pul somkada turib tursin. Kash kiray deb qolgan edi. Mardon qo'sig'ining oshqanligini his qildi. U doktorxonadan chiqib, doktorxona yenidagi cho'ngroq bir oshxonadan langman yeb uyiga qaytdi. Tushdan keyin korxonaga borsam yo'q ekansan. Nega bording o'g'lim? dedi dadasi Mardonga.
Hech naga dada. Yerib qoldim. Aramil olay. Şirketleringga diqqat qil, balam. Qilgan gap so'z, şirketlaring sening boshqaning og'izdagi bahosiga aylanib qolmasin. Bildim dada, men diqqat qilaman. Dedi Merdan sal turib qeliproq. Merdan aka-ini ikkili bola bo'lib, odatda Merdanning dadisi ancha ko'p gap qilmaydi. Balalarning nurg'un ishlarini ko'simi ko'maska selib, amal ba balalari bilan yuzlashib qolishdan, zidiyatlashib qolishdan o'zini tatadi. Shunga Merdanning akasimi dadisini bak hurmatlaydi. Dadisi bir eg'iz qilgan gapni qayta qat'iy degizmaydi. Atsi Merdan odatdagidek korxonaga bordi. Qambarxon og'zi gap yo'qi Merdanga qarab qo'ydi-yu, boshqalarning oldida Merdandan gap so'rashdan xijil bo'lib qoldi. Nemini degan bilan Merdan yoshda kichik bo'lsa-mu, o'zining xo'jayini hisoblanadi. Korxonaga kelibla aldirash bo'lib ketgan Merdan faqat tushlik tomoq vaqti bo'lganda ondan qo'li sal bekor bo'ldi. Shuning bilan tushlik tomoq vaqtidan foydalanib, Ranoni ko'rib kelishni ko'ngli pukkan Merdan ishxonadan chiqib doktorxonaga qarab yo'l oldi. Shu girishni suyuqroq qildim. Baliq sut ko'proq chiqadi. Operatsiya bo'lgandan keyin 2 kungacha quyuq tomoq yesangiz bo'lmaydi. Rana yotgan yotoqning eshigi g'uva ochiq bo'lib, Merdan yotoqning oldiga kelganida yotoqdan anglangani mushu gaplar bo'ldi. Bu gaplarni anglagan Merdanning eshikni chekishga borgan qo'llari havoda laylab turib qoldi. Ma'qul, mening quyuq tomoq yegim yo'q edi. Rahmat sizga. Yo'ldishingiz bek aldirash o'xshamamdi. Butun o'gin kechdi ketgancha kelmadi-ku. U yo'ldishim emas, bizning kiyim tikish korxonasining xo'jayini. Ha, shundaqmi? Mushundaqmi yaxshi xo'jayin bormikan? Men tex sizning eringizmikin debdiman. Bu Rana gapining oxirini demay turib qoldi. Buningga bu sestra ayol ancha diqqat qilmadi. Lekin eshik sirtidagi Merdan diqqat qildi. Keling, tomog'ingiz sovib qoladi. Issig'ida ichib oling. Ichalamsiz? Ichirib qo'ymanmi? Dedi bu sestra ayol tomoqni Ranaga tanglagash. Bo'ldi, o'zim ichay. Rahmat. Oyjon. Shundaq degash Rana o'rnidan turishga tamshalgan edi. Operatsiya qilganda tikkan yer tatishib og'rib ketdi. Merdan buni ko'rib yugurib kirdi. İkinci bölüm 15-qism. Merdan buni ko'rib yugurib kirdi. Sestra ayolmo qo'lidagi oshni qo'yib, Rananing yeniga tezlik bilan yetib keldi. So'ridi Merdan chiroyi tegachi turgilik holatda turgan Ranaga qarab. Doktor chaqiramdiq. Yo'q, bo'ldi. Sal turib olsam yaxshi bo'lib qolaman. Nurbiya kelib Rananing keyniga yotqanni egiz qilib qo'yib, Ranani yotqanga yo'landirib o'ltirg'izib, tomoqni Rananing qo'liga berdi. Rana tomoqni qo'liga elib o'ltirgandan keyin ondan Merdanga qaradi. Qandoq tursiz? Xeyli yaxshi. Tunugin sizni bek avar qilibdim. Rahmat sizga. Avval tomqingizni yeb oling. Shu girishdan azroq ichamsiz? So'radi Nurbiya Merdandan. Yo'q, men tomoq yeb bo'lgan. Rana ichsin. Maylamsa, men chiqib ketdim. 1 soatdan keyin kiraman. Bemorni hojatga kirib chiqib bo'ldim. Balanimni emitib bo'ldi. Yana 2 soatgacha balami uyg'onmaydi. Dedi Nurbiya Merdan bilan Ranaga qarab. Nurbiya chiqib ketgandan keyin yotoqda Rana bilan Merdanli qoldi. Rana tomoqni yeyolmay Merdanga qarab o'ltiradi. Menga qaramay, tomqingizni issiqda ichib oling. Bo'lmasa qizingizga sut chiqmasa, menda xafa bo'lsangizmi foydasi yo'q. Men sizga qaramayman. Merdan shundaq degenicha o'rindiqni tortib, deraza tarafga oldini qilib o'ltirdi. Kallasida bo'lsa yana tunugin Rana degan, mening uyimdagilar yo'q degan gap qayta anglanayotgandek bo'lib o'tadi. Taxminan 15 minutlar o'tgandan keyin Rananing ovozi anglandi. Tomoqni yeb bo'ldim. Rana shundaq degash, tomoq yegan qochini yenidagi ustal ustiga qo'ydi. Biz parangish basak bo'lamdi. Dedi Merdan gapni tezlik qilib.
Agar Mardan bu qizni yaxshi ko'rib qolmagan bo'lsa, bularni surishtirib yurmay o'z ishini qilgan bo'ladi. Agar Ra'noning yo'ldoshi, balasining dadisi hozir Ra'noning yanida bo'lgan bo'lsa-mu, Mardan bundaq qilmaydi. Lekin hozir Mardan bu ahvollarni ko'rib turib, tug'utidimi hech qanday bir odamning Ra'noning yanida emasligini o'z ko'z bilan ko'rgan turib, ko'mask selishga yurigi chidamadi. Tünögün doktorxonadan uyga qaytgandan keyin Mardanning kallasida nurg'un xiyollar agib yurdi. U nurg'un o'ylarni o'yladi. Lekin hech qaysi savollarga javob topolmadi. Hech qaysi savollarining javobiga erishamadi. Oxiri beshi og'rib ketgan Mardan bu javobsiz savollarni yanala Ra'noning o'zidan so'rash qaroriga keldi. Chunki bu savollarga faqat va faqat Ra'nola javob bera oladi. Ve faqat Ra'nola javobini biladi. Ra'no Mardanning gapni bundaq boshlashini kutmagan bo'lg'achqa hayron bo'lib, nima deyishni bilmadi. "Ha?" Men demakchi, dedi Mardan o'zining bak tuyuqsizla bundaq deginidan o'zimi o'ng'aysizlangandek bo'lib qolib. Biz paranglashib baqsaq bo'lamdi. Men o'tirgan nurg'un savollarim javobsiz qoldi. Shunga. Ma'qul. Qani so'rang. Mardanning bundaq qilishini o'zini ishlatayotgan odam bo'lish sifati bilan bundaq so'rayotdi debla o'ylagan Ra'no, Mardan nimani so'rasa, shuningga javob berish qaroriga keldi. Sizning ota-onangizni so'rsam bo'lamdi? Ota-onam o'lib ketgan. Men bir yetim qiz. Amsi balning dadisi-chu. Bu savolning hammani birovlar tarafidan so'raldig'ini Ra'no biladi. Mushundaq bir savolning so'raldig'ini va so'raldigan manzirni Ra'no nurg'un qitim o'ylagan va ko'z oldiga keltirib baqqan. Lekin bundaq tezla oldiga keladiganini o'ylamagan edi. Shunga Ra'no damalliqqa qanday javob berishni bilmadi. Bu savol bilan yana heliqim mudhish joy. Shu kunidagi billa bo'lgan ko'rinish ko'z oldiga kelgan Ra'no chashlarini qo'llari bilan changalladi. "Bilmayman. Men bilmayman. Bilmayman. Ra'noning chiroyi tatirib ketgan edi. Mardan darhol o'rnidan turdi. Ma'qul. Men so'ramagan bo'lay. Bo'ldi. Ara meni. Mardan shundaq deb Ra'noning yeniga kelib, Ra'noni avaylab yotqizib qo'yib, yotqanni Ra'noga yepib qo'ygandan keyin chiqib ketdi. Necha vaqtdan aldirashchilikda yurib, kunduzi aldirashchilikda harg'ini bilinmay, kashligi bo'lsa kunduzdagi harg'inlikdan yetibli uxlab qolib, o'ziga o'ylanishga fursat bermagan Ra'no, endi doktorxona karvatida yetishdan boshqa hech ish qilolmag'achqa, hatto karvatdami tushanmagachga, necha vaqtdan kallasidan qo'g'ilib o'tgan xiyollar endilikda biroqli kelib, uni qiynayotdi. Mardan chiqib ketgandan keyin Ra'no uydan ayrilgandan keyingi hamma ishlarni bir qitim o'ylab chiqdi. Oxirida o'ksib yig'ladi. Ishiga to'liq yepilmagan yotoqning oldidan texi ayrilmagan Mardan Ra'noning ichidan o'ksib yig'layotganini ko'rib, yugurib kirib, Ra'noni bag'riga besib, uningga tasalli bergisi keldi. Lekin Mardan undaq qilmaydi. Chunki Mardan Ra'noni yaxshi ko'rgan bilan Ra'no texi buningdan xabarsiz bo'lg'achqa, Mardanning bundaq qilishini qabul qila olishi notayin edi. Mardanning mushtumlari tugildi. Xeyli ishlarni o'zi yolg'iz qilayotgan. Bir korxonani o'zi yolg'iz boshqarayotgan. Tangtushlari ichida hammasi hurmatini qiladigan, u qayoqqa boshlasa, tangtushlari agishib shu yoqqa mangadigan bu yigit mushu kichikkina bir qizning azobliq yig'isi oldida amalsiz qilyapti. Atsi tush vaqtiga yaqin bir qachida tamoq ko'tirgan Mardan yotoqda yana paydo bo'ldi. Tünögün yotoqning oldida Ra'noning yig'i ovozi besilg'ichi turgan Mardan yotoqqa kirib, Ra'noning uxlab qolganini ko'rib, Ra'noning yanida Nurbiya paydo bo'lg'ichi o'ltirib, Nurbiya doktorni sirtqi ishorat bilan ep chiqib, Ra'noning hozirgi ahvoli, qanday tamoq yeyalaydiganligi qatorliq ahvollarni tafsiliy so'rab bilib olgandan keyin Nurbiya doktorga ata tushlik tamoq atmaslikni, o'zining tamoq akiladiganligini toplab qo'yib ketib qolgan edi. Shunga u bugun Ra'noning tushlik tamoqiga narin cho'p etkagan edi. Mardanning kelganini ko'rgan Nurbiya doktor Mardan bilan salomlashib bo'lgandan keyin chiqib ketdi. "Ha, tamoq yeyiling. Narin cho'p elib keldim. Hozircha qo'rg'on tamoq yesangiz bo'lmaydi ekan." "Sizni bak ko'p avor qilib o'tdim.
Tamaq ep kelmasingizmi bo'ladi. Qani, tez yang. Turib qas ketib qoladi. Mardan tamoqni ustal ustidagi qachiga bo'lib, Ra'noning qo'liga tutqizdi. Ra'no tamoq qachisini qo'liga elishiga Mardan bovaqning karoti yeniga keldi. Hozir bola o'yg'oq bo'lib, to'risga qarab qo'llarini pulanglatib yotadi. Mardan kichik bola beqishga amroq edi. U birdan bolaning manzillarini tutib, burunlarining uchilarini chimdab qo'yib erkilatdi. Bu arliqda Ra'no tamog'ini yeb bo'ldi. Yana azroq ba, qachiga bo'lib beraymi? Dedi Mardan Ra'noning tamoqni yeb bo'lganini ko'rib. Bek to'yib ketdim. Rahmat. Endi yemayman. Tamog'ingiz bek ozmi qandaq? Helimi baliga sut chiqmay qolamdikin deb zo'rlab turib yeyaptiman. Bo'lmasa bunchlikmi tamoq yemaydim. Ha, maylamsa. Kechda nima tamoq yeyingiz ba? Men akilib beray. Bo'ldi. Nurbiya doktor akirib bersin. Sizni avar qilmay. Helimi necha kundan beri ko'p avar qildim. Tunugun kechiring. So'ramsam bo'pti-kan. Ko'nglingizni yerim qilib qo'ydim. Undaq deyman. Siz bilan munosabatsiz. Bu o'zimning ishi. Tunugundan beri Ra'nomu Mardanni nemishqa bundaq so'raydi deb ko'p o'ylandi. Oxiri Mardan yana so'rab qolsa, uningga haqiqiy ahvolni aytish qaroriga keldi. Mardan o'ziga yordam qilgani uchunmi yoki necha vaqtdan beri yuragini besib turgan, hech kimga deyishni xolamagan ashu kashmishlarni birasiga aytib etib sal yengillab qog'oz kep qoldimi va yoki boshqa bir sabab bormi, o'zining nima uchun bunda qarorga kelganini Ra'no o'zimi tushuntirib beramaydi. Men bir yiroq yezida tug'ilgan. Ra'no tug'ilganidan tortib ta bugungacha bo'lgan kashmishlarining birini qoldirmay Mardonga so'zlab berdi. Mardonmu xuddi onasining og'ziga talmirib o'ltirib, hikoya anglayotgan kichik boladek jimjit o'ltirib, Ra'noning barliq sarguzashtlarini angladi. Ra'noning onasi Hamragulning vaqtsiz o'limidan echinsa, Ra'noning dadasi Yusufning mas'uliyatsizligidan nafratlandi. Hanifa appayning Ra'noni o'g'il boladek kiyindirib mangdurgan ahlidan so'yinsa, Urumchiga kelgandan keyin Ra'noning kiyim tikish do'konidagi tatgan uvalchiliklarini anglab, ko'ngli yerim bo'ldi. Oshxonada ishlayotganida bir xizmatdoshi tarafidan setvetilganligini anglab, Ra'noning u xizmatdoshiga nafratlandi. Oxirda pazmaxonadagi ashu bir kechilik ishdan keyinla yana akilib qo'yilganligini anglab, Mardon Ra'noning pazmaxonadan qaytib kelishida cho'qim ashu Ra'no bilan birga bo'lgan yigitning qo'li bor ekanligini azroq his qilgan Mardon buni Ra'noga demoqchi bo'ldi-yu, buning faqat o'zining farzi ekanligini o'ylab, ortiq gap qilmadi. Ra'no o'zining korxonaga ishga tushganigacha bo'lgan kashmishining hammani qoldirmay aytib bo'lib, xuddi yelkasidan bir eg'ir tog'ni ilib-atgandek, yengillab qolgandek bo'lib qoldi. Ra'no 2 soatdan ko'proq so'zlagan edi. Korxonaga kelgandan keyingi ishimdan sizning xabaringiz bor. Men bo'yimda qoladiganligini o'ylab baxmagan. Bo'yimda qolganligini bilgandan keyin bolani tushirib bo'ldim. Lekin bolani tushirib etish uchun doktorxonaga borganda, doktorning menga aytgan nurg'un nasihatlari meni o'ylantirib qo'ydi. Ham o'zimning buningdan keyin to'y qilolmaydiganligimni, farzandlik bo'lolmaydiganligimni o'ylab, bu bolani yana ep qilishni qaror qildim. Navada mendek bir qizni korxonangizda davomli ishlatishni xohlamasangiz, men bir mezgildan keyin boshqa yerdan ish izlasam bo'ladi. Lekin bu necha kundan beri sizni ko'p avar qilganim uchun rahmat deyishdan boshqa hech nima qila olmaydi ekanman. Rahmat sizga. Navada siz bo'lmagan bo'lsangiz, ana bola ishimiz qanday bo'lishimizni bilmaydik. Qizimga ham o'zimga vakolatdan sizga rahmat aytaman. Sizdek terishjon, usti bir tukkichini korxonamiz nima ish ishlatmagidak. Sizni ishlatmasam, men ziyon tortgan bo'lmaymanmi? Navada menga rahmat aytmoqchi bo'lsangiz, mening bu umoq malikingizning otoq tatsi bo'lishimga ruxsat qiling. Ha? Ra'no tengirqab qoldi. U ko'nglida Mardonni o'zidek bir bulg'angan qizni endi korxonada ishlatishni xohlamaydi deb o'ylagan edi. Nima? Bo'lmamda? Yo'q, men demoqchi, men yuz bergan ishlarning hammasi sizning savalligingiz emas. Ortiq o'ylamang. Korxonadagilarga boshqalarga hech nima demang. Bularni faqat men berib qilay.
Siz faqat bundan keyin texi amdili bu yo'ruq dunyoga ko'z ochgan bu umoq malikingiz bilan yaxshi yashasangizli bo'ldi. Bundan keyin men qo'limda kelishchisiga yordam qilaman. Nemishqa menga yordam qilasiz? Mardan tamtirab qoldi. Sizni yaxshi ko'rman deyamaydi albatta. Lekin ko'nglida Ra'noning holidan xabar elish, uningga yordam qilish, hatto bir mazgildan keyin oilasidagilarni ma'qul keltirib, uning bilan to'y qilish planini tuzib bo'lgan edi. Albatta. Bu umoq ota qizimizning yuz xotirasidan-da. Dedi Mardan darhol gapni o'ngshab. Mardan shundoq deginicha Ra'noning o'ziga savol nazar bilan tikilgan ko'zlarini epqashdi. Mardan shuningdan keyin har kuni Ra'noga tushlik va kashlik tomoqni o'zi akilib berdi. Ra'noning endi tomoq epganman deyishlarimi Mardanning quloqiga kirmadi. Gulgina uning hozir birdan bir topgan bahonasi edi. Gulgina Ra'noning qizining ismi bo'lib, bu ismni Mardan qo'yib bergan edi. Ra'no balaning qiz o'g'illigini bilmagashga ism o'ylashishmi esiga kelmagan bo'lib, Ra'no tug'ib 3 kun bo'lganda Mardan Ra'nodan balaning ismini nima qo'yishni o'ylaganligini so'rag'anidila, ondan Ra'no texi balga qo'ydiganga ism o'ylashmag'ini esiga keldi. Mardan Ra'noni qiziq ana bo'ladigansiz deb birdam jeli qilib olgandan keyin ondan o'zi o'ylashib Gulgina degan ismni o'ttirib qo'ydi. Ra'no'g'imi bu ism yiqib qag'ashqa, bu yo'riq dunyoga ko'z ochgan o'moq qizining ismini Gulgina qilib bekitdi. Ra'no operatsiya qilinib 10 kun bo'lganda tikkan yerning yipi elindi. Atsi Ra'noning mas'ul doktori Ra'noning yotoqdan chiqsa bo'ladiganligini uqtirdi. Bu kuni Mardan korxonaga berib etibla doktorxonaga yetib keldi. Ra'no tug'ib 5 kun bo'lganda o'zi ma'lug'dak bo'lg'ashqa maxsus odam qarishining hojati yo'q deb turib elib, o'ziga qaratgan doktorni chiqarib atgan edi. Mardanning ko'pincha vaqti doktorxonada o'tib o'tadi. Mardan Gulginani dastak qilib turib olg'ashqa, Ra'no Mardanni keltirmaslikka bahona topolmadi. Bugun doktorxonadan uyga chiqib ketsa, Mardanni kelmaydi deb o'ylagan Ra'no doktorxonadan tezroq chiqib ketishga aldirdi. Chunki hozirga qadar onasidan boshqa birarsining bundaq kuyunishiga erishib baxmagan Ra'no Mardanning o'ziga qilgan yaxshiliklaridan bakmo xijillik his qilib qolgan edi. Yana aniqroq qilib aytganda, ko'nglida yana anda-munda boshqa hislarning o'yg'onib kelishidan ansirab qelyotdi. Mardan bo'lsa, Gulginani dastak qilib turib elibmi bo'lsa, Ra'noga ko'proq hamroh bo'la olganidan xushal edi. Lekin rostini aytganda, Mardanning Gulginaga mehri tushibmi qolgan edi. Ha? Yotoqdan chiqish rasmiyatini bajarib bo'ldim. Endi narsa keraklaringizni yig'ishtirsangiz chiqib kelsak bo'ladi. Ha? Dedi Mardan yotoqqa kiribla. Ra'no bugun yotoqdan chiqadigan kuni bo'lg'ashqa, Mardanni keladi deb o'ylamag'ashqa mekin turib qoldi. Bugun yotoqdan chiqadigan bo'lgandan keyin kelmasingizmi bo'ladi? Bugun Gulgina qizim yotoqdan chiqadigan kun bo'lg'ashqa, cho'qim kelmasam bo'lmaydi. Bo'ling. Mashinani ishqalda to'xtatib qo'yib keldim. Uzun qo'yib qo'yishga bo'lmaydi. Mardan Gulginani va narsa keraklarni ko'tarib oldida chiqib ketdi. Ra'no Mardonga qarab beshini langishtirib qo'ygunicha ularning orqasidan agishib mangdi.